Hammaga assalomu alaykum. YouTube kanalimiz obunachilari va biz hozir yana o'sha fikrni boshlamoqdamiz. Va sizlarga bitta narsa aytmoqchiman. Yaqinda menimcha butunlay ketsam kerak futbol fikrdan. Va birinchi fikrning mavsumi, ya'ni bo'lgan oldingi yillar sizlarda bo'lsa 110, 130lar kelgandi. O'shalarda gidek menimcha o'shanaqadan keyin YouTube kanal ochib o'shanda PUBG haqida video qo'ysam kerak. Va tarkibda o'zgarish bo'ldi. Ko'rdinglar, shorts video joyladim va o'sha shorts videoda 110 millionlik futbolchi tushdi. Uni asosiy tarkibga qo'ydim va unga boshqani sotib oldim va yangi futbolchi olib keldim. Over 105 o'zgarishlar bor. Di Lorenzo keldi, Laporte keldi, Dikuytlar keldi. Hali o'sha tarkib 3 dona odam keldi va chempionlar sari degan rubrikani davom etamiz. Birinchi biz atakadan boshlaymiz har doimgidek. Probaga ham o'tdik mana. Sava ismli do'stim o'sha joylagan paytim biz bilan mehmon bo'lgandi va o'sha payt u o'z YouTube kanalini ochgan edi. O'zi FK Sarvar deb, lekin afsuski omadsizlik uchradi va ota-onasi o'chirib tashlashni so'rashdi. Nima deymiz endi? O'zimdan ko'rishga harakat qilyapman. Qanday omadsizlik? Yaxshi, 1-0. İki bir. Zambotal'da Doku. Qanday xos penalti bo'lmadi? Bu soft penaltilar orasida birinchi o'rinda 3 penalti bo'ldi. O'zi Vsatga penalti kam berdi. Labotka uda lekin kuchsiz ekan. 5 ket bor. Uda kuchsiz. Doku. Bu gap chiqib ketayotgan payt fikr ataylab qildim. 5-4. Yetib olishi mumkin Labotka. Juda defot. Hoppa, Doku. Di Lorenzo 5-3 orqadan tarishmoqda. Di Lorenzo Madanda. Tak. Yutdik 6-5. Endi vsatga deb Avniga o'ynaymiz. Menimcha basan tanlab o'ynasam yutqazdikmi deyman. Defens qo'ylar. 105 ketibdi. Di Lorenzo Labotkalar qo'ygandan keyin umuman Avniga o'ynaganim yo'q. Menimcha yutqazdik. O'ynaganda foyda yo'q endi. Bunisi bo'lgan ishlar umuman tushib ketdi hozir. Bunga raqib Wi-Fi qotyapti, bizlarga ham qotmoqda. Litman zo'r Dalglish qotyapti-da. Bu Wi-Fi qotmaganda gol urdik. Shu Dikut ataylab qilyaptimi deyman-da. Faqat tepib odamni umuman mazgisini chiqarib oldi.
Necha bag'riy faqat chiqib ketishgina yuzishi mumkin bo'lsa, umid bo'lmaydi. Bu nima qildik hozir? Shunchaki silab qo'ydik xolos. Qo'qish kerak. Nima bo'ldi? Nima bu? Sariqmi? Juda sariq bermabdi. Balki og'zaki tushirib qo'ygandi. Sariq berdi kutga. Hop. Yaxshi. Dalglish zavod ketmoqda. Dalglish. Yo'q. Dalglish qanday olmading? Tezlik 900. Ey! Penalti. Давай dikut. Hop. Bu yoqqa. Voy, qanday qilib? Penaltini uramaslik mumkin. Dikutga umuman bekor ishonibman borku. Martinez. Oldingi akkauntimni to'sib raqiblar mazgisini chiqargan, endi hozir shunday penalti uramaydi bu nogironlar. Uramaydi bu nogiron chunki. Nogiron yotibdi bular. Nimadirlar qilyapmiz. O'g'zob bir gapi Dalglish. Bitta orqaga 5 ga 5 zo'r Dalglish. 50-dakikada hisobni ochmoqda. dakikada hisobni ochmoqda Dalglish. Liverpool yuragi hisoblanadi. Raqibdan xatolik. Biz ham xato qilib qo'ydik. Penaltimi? Voy, penalti ekan. Voy, topgandim-ku, Donnarumma nima to'solmaysan? Qo'li qiyshiq nogiron. Qo'li nogiron. To'solmaydigan. Labotka qiyshiq. Dikuydi. Shu qo'pol gap kelyapti-da so'kishga. Qo'yil. Uzr, jahli chiqib ketyapti. O'tkazga og'ziga qo'ygan payt bu yo'lda comeback qilyotibdi bu. Dalglish. Qo'lasam yo'q, nogiron bo'yotibdi bular. Nogironlar ko'payib ketdi asosda ketdi. Endi vaqt cho'zadimi shuni to'xtab. Pastni namani bellaring. Qo'yil, endi vaqt cho'zyapti. Uchinchi golni ham o'z batola. Uchinchi golni ham o'z. Qo'yil.
Darvish hisobda ochdi, Danoma hisobda enasini tiqdi. Tepishga ham qo'ymaydi buni. Oy ochibdi, video olyapman. Xabar beryapti, eshitilyapti. Voy. Nima deyishga hayronman bak hozir. Umanga kelmayapti-da. Qanday omad kelmadi omad. Qanday qilib yutib ketayotgan joyda yutqizish mumkin? O'zi yutqizish ham aniq edi. Bu 9 bor o'tibdi raqibam. Video ham cho'zilib ketibdi-yu. O'ynashlar o'zi hozir asab chiqyapti-da. O'zi hozir chesimdan keldim, charchaganman, yana video olyapman. Labotgan sotib olsammikin-a? Eng qulay vaziyatlar sizlar uchun. Ketdik. Hozir bilmasa chalib qo'ydim raqibni. Bilmasam atalab chaldim. O'zi asab buzyapti. Qisqa paslar bilan odam asabini tegib. Ritmi zo'r ketmoqda. 2 tani aldab o'tmoqda. 3 tani aldadi va hujumni ko'taga tiqdi. Sehaga Ronaldinho. Nima bo'ldi? Va deyapti. Kimga nima bo'lyapti? Nima? Hazilmi? Nima? Ko'rsatmayman. Ko'rsatmaydi shu fikrni, shunisi yomon. Bunday hujumni qaytardi. Hamma hujumni raqibga foyda qilib beryapti. Mana hozir raqibga foyda qilib beryapti. Pas to'g'ri chiqdi, raqiblardan o'tib. Bitta qo'shiq bor edi, "Bobodiylar keldi" degan. Raqib hujumda, bunday hujum to'xtatdi. Dekuyt tepmoqda. Luis Figo'ga pas, Luis Figo esa Dokuga mana shunday uzatib beradi. Doku sariq olgan ekan, lekin bizga farqi yo'q. Casillas. Ko'p qo'yapti raqib. Mayli, hozir biz ham ko'p qo'yamiz. Ana ko'rdim, ko'p qo'ydik. Doku yapti sariq olsa, lekin o'yinni chetlashtiriladi. O'yin tugadi. Birinchidan tugadi. Va hozir bizning hujumimiz bo'lishi mumkin. Doku bittasini aldadi. Tezlikni oshirmoqda. Doku ham bitta aldadi va tepishga qo'ymadi. Yaxshi. Labota Satunita. Umuman Boku undan oldin o'ynaganda qiynalmagandim. To'g'ri, yutqazdik. Lekin o'yinchalik Boku tushunmayapman-da. Normal o'ynab qo'yapti-yu. Hozir qanday penalti bo'lmadi o'ylash boshlayapman-da. Raqibga achinyapman. Penalti bo'lmadi, Luis Figo zo'r ketmoqda. Luis Figo udar. Qanday qilib? Doku. Eng qisqa Luis Figo qanday gol olmaganga tushunmayapman. Afsona. Bizdan xatolik.
Tepfodi. Agar tepmasdan kutib turganda balki gol ham bo'ladi. Chunki darvozabonlar fakidagi darvozabon umuman birga vaziyatda qayta olmaydi. Hammasi gol o'tkazib oladi, ko'rdinglar. Hatto qilishmasa bo'ldi. Dalgish gol. Dalgish Dikut hisobni ochdi. 81-daqiqada Dikut hisobni ochmoqda. Dalgish Dikut o'z hisobiga El Clasico'da yozib qo'ydi, o'z hisobiga bitta gol. Dokuda to'p pasini bergan, lekin Litman pasni tiqdi. Oy, chiqma darvozabon. Dikut. Bo'ldi, UFC'ga o'tkazsak ham bo'ladi hozir, UFC'ga. Dokuga отличный pas bir gapir. Voy. Ko'rdilar, endi tepaman degan paytim to'p chiqib ketdi-ya. Hmm. 16 daqiqa bo'libdi. Va endi video yoqqan bo'lsa like va obuna bo'lib qo'yinglar. Ketkazgan vaqtingizni achamaysiz degan umiddaman. Hammaga xayr.